Давай, buzamiz buni. Mana qilishmoqchi masalan lekin Qoch, o'lib o'tamiz buni. Bilsinmadi. bu Tirnovka narsalar, Barsovka. Sen trenovka qilasan. Ikki karra chempion O'zbekiston. Sen trenovka qilasan. Hayır, Qurolasiz universiteti. Hayotingizdagi negativlari bir ikki og'iz gapingiz gapirsangiz bo'ladi ichida. Negativlar, dalish negativlikni qilyapsan. Negativlar bo'lganki, biza shu darajaga erishyapmiz. Shunday. Ular bo'lmasa o'z yo'nalishida ketaveramiz. Ular uchun biza videolar chiqarib, yangiliklar qilib, misol sizlar ham bizlar ham negativlar uchun ishlaymiz. Bu женский очки emasmi mana Aka shu? mojuskoy. Женский bu. Mojuskoy Ben aka. женский очки to'qmayman. Mojuskoy aka. Точно женский. Mojuskoy aka bu har misol uchun syomkada patsvet kiyamanda. Patsvet? Da. O'zbek futbolka bu. Hamma billa optim bor kimligida. Men endi mana bu joyni ko'raman, mana bu yoqda nima edi bu? Ha, nima edi? Xabarlik ko'ring. Ana. Dajon, короче, siz yuborgan mana bu iPhone'ni bachasini topdik biz. Ish qilib. Bu telefon aka hech kim bilmagan, to'g'risi. Savlat bu ikkinchisimi bu? 8 dan keyin uchadi o'zi avtomatik. Yonmadi 8 dan keyin. 8 dan keyin. Zarkaz polni uchadi. Dajon ketdi. Ko'ryapsizlar? Prosta bu Xiyonat. Xiyonat ustida optim barini ushladik. bu narsa endi ko'p erkaklar uchun fishkada, bu tushunasizmi? Fishka. Ha. Ko'p ayollar bilmadi. Tekshirilib Qarasa hali uylangan emas-ki. Endi aka baribir aytib bo'lmadi-da. Hay bitta O'tirgan payt telefon bo'lsa olingizmi bo'ladi? video kesilmadi, qara qo'ylar bu. Qo'yavering, iloji yo'qda, tushdim bitta. O'ylanishim kerak edi. Qaysiya? Bunisiyami? Ya bunisiya. Mana sen Ya bunisi o'ylanayotgan darajada emas. To'g'risi bu telefon ko'p erkaklar uchun biladi baribir. Любой erkakda bo'ladi. Poligin tagida, bagajida, hammasida bo'ladi aka. Ha, hammasida bu. Ayollar tekshirlar 100% chiqadi mashinangizda, erlar mashinada. Короче, Dajon siz ko'rib qo'ying, mana shunaqa xiyonat ustida ushladik. Oilada kim ustun bo'lishi kerak? Ko'p pul topganmi yo erkak? Oilada erkak. Adashma. Nima? Yaqinda to'yiki. Erkak ustun bo'lishi kerak oilada. Qarindoshlar nima deb o'ylasa, bu o'zi yaqinda uylanibdi. Yo, endi erkak deb o'yladi hamma millioners bo'yicha, lekin hozirgi zamonda ko'p pul topgan. Undaysizda, Dajon siz tushundingizmi? Ya Dajon tinch qo'yaylik. Dajon tinch qo'yaylik.